Amirxon Umarov tok-shousi yopilganiga ancha bo'lishiga qaramay, hali hamon odamlar o'z muammosi bilan bizga murojaat qilishmoqda. Sahifamda bundan avvalgi video orqali loyihani davom ettirish yoki yakunlash masalasida sizga murojaat qilgan edim. Izohlarda dasturni davom ettiring deb yozganlarning ko'pligi, qolaversa tanaffusdagi 1 yil mobaynida bizga yozilgan murojaatlar ortib borayotganligi tufayli biz dasturni davom ettirishga qaror qildik. Ko'rib turganingizdek, men ayni paytda tok-shou dekoratsiyasi qurilayotgan pavilyondaman va biz tez orada dastur orqali boshqacharoq yo'nalishda kirmoqchimiz. Jamiyatga muhimroq, kerakliroq va manfaatliroq mavzularda gaplashamiz. Amirxon Umarov tok-shousi tez kunda kuting.